Bir kolunu satarga deb alıp getirdiler. Ol bek miskin haldeydi. Gözü sokar, deni jarohatli, kolu şulap, o'zi hech narsa tutib ishlay olmaydi. Erkidlab otlamaydi. Boshqa g'ayiblarga shoq tegdi. Endi xo'jasi buni bir kimda sotib olmas deb turar edi. Tek shulay da bir kishi qo'l bilan qiziqsindi. G'ayibligini ko'rib xo'jasidan so'radi. Tili nechi? So'zlari nendey deydi. Sotuvchisi da, yanaşadagileri de aytdilar. Bunun tili bek tatlı, kelishli, tuzuk. So'zga bek usta, hech kimga qotib berilmas dedilar. O kishi olaysa barliq g'ayiblari bilan sotib olirga rizoman deb qulni sotib oldi. Sotib oluvchining eng birinchi til turunda so'rovi g'ajab tugul. Dünyada eng oshi narsada til, eng tushshi narsada til deydi xalq. Otasının vafatından so'ng bek boy miros olib qolgan bir yosh yigit shu mirosni isrof etishga kirishdi. Bir necha kun ichida mol mulkatning borisini o'rnashtirib, ustida bir iskirib, to'ndan boshqa bir narsasi qolmadi. O to'nni da sotar edi. Lekin qish kuni bo'lganlikdan to'nmi bo'larman deb qo'rqar edi. Mana bir kunni bu yigit bir qorlig'achni ko'rdi ham to'nni da sotib ichdi. Qorlig'achning yixanga yoz kuni kelgani ma'lumdi. Yigitning o'yincha endi havolar yaxshilandi. Kunlar jilindi. Sovuqlar da yaroqlashdi. Endi to'nni da sotsang bo'lar. Amma yosh yigit bir qorlig'ach yoz yasami degan maqolni butunlay unutgan edi. Mana bir vaqtda qo'ydandir yana sovuqlar, bo'ronlar chiqdi. Murjalarda bag'ana tutunlar ko'rinib, shana tavanlar ostida shitir-shitir qor tovushi eshitila boshladi. Bishara yosh yigit de sovuqdan tamosh edi. Salqin o'zagini o'tganlikdan ixtiyorsizdan ko'zlarına yoshlar oqib chiqdi. Bir kunni yigit to'ramda yurganda tun sattırgan qorlig'achning qor ustida qotib qolgan o'lakchasini ko'rgach, onun yanına kelib, "Ey badbaxt qorlig'ach, bitirding sen meni. Sen aşanib men qish kuni tunsiz qoldim" dedi. O'zi ahmoqning so'zi de ahmoq. Yoksa kishi o'zining baxtsizligida beshara qushni g'ayiblar edimisin? В эфире новости Татарстана, студия Смайлик Анатолий. Здравствуйте, а теперь к новостях. Качество жизни населения составляет более 30 минут, и смотреть вестей недели назад заказывал стрим, требуется товары. Теперь наш корреспондент Смайлик Маргарита.